Bilasizlar, men ingliz tilini yer yuzidan yo'q qilish payida yurgan kimsaman. Menchalik O'zbekistonda birov yaxshi ko'rmaydi ingliz tilini. Men tushunmayman, mana yer yuzi tinchgina 3 ta zamonda yashab yuribdi, to'g'rimi? Qaysidir bitta ingliz o'tirib qayerdadir qichishib ketganiganmi bilmayman, 32 ta zamon qilaman qilib qo'ygan. To'g'ri, qanday 32 ta zamon? Yiliga to'g'rilab chiqqan bu, har yilga bittadan zamon berib. Qanday 32 ta? Shunaqa bolalar bor, bilasizmi, ingliz tilida o'qiyapsiz, sen qaysi darajadasan deb beradi. Men 63-darajadaman desam, unaqa daraja yo'q deydi. Sen yetib kelmagansan, sen men tugatganman deydi. Tugatgan odam любой so'zni tarjima qilish kerak, to'g'rimi? Mushkul kuchotni tarjima qilib berchi desam, bilmayman deydi. Misol o'zbek tilida daraja yo'q, to'g'rimi? Kim mana misol o'zbek tilini men 1-darajada bilaman degan odam nima? Dada, aya, quyosh, oy deyishni biladi xolosmi? Qanday u? Shunaqa bolalar bor. Men ingliz tilini lug'at bilan bemalol gaplasha olaman. Men любой tilda gaplasha olaman, lug'at bo'lsa qo'limda. Men qo'limga lug'at berishsa, men o'zga sayyoraliklar tilida ham gaplashib olaman-da, to'g'risi.